Xo'p, bitta ikkita savollar bo'lyapti. Bu kompyuterdagi razmeri aniqmi? Mana 4 ga 3 ko'rsatdi. Mana 40. Bunaqasi mana 30. Nega 30 dan ziyodroq? Kompyuterdagi mana 8 tadan bog'lanyapti, 8 tadan 10 tadan bog'lanyapti. Hamma tomoni ko'rinib turadi pachkalar. Bundan tashqari taxtalar ko'p joyda qo'shib aytadi-da razmerga, shunga aniq razmermi? Masalan, любой olamiz. Mana 33. Misol uchun eni mana 15/2. Endi 152 da millimetrda ko'rsatyapti. Yana bir chiqib qolgan bo'lsa, biroz o'lchaymiz. Misol uchun yana masalan 40 lik taxta 40 ga 100 deb yozgan. Mana 98 mm. Yana 2 mm kichkina qurgan hisobiga patera bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana 41 millimetrlargacha toshdan aytiladi. Bizda avlo yo'q. Xudo xolasa kelasizlar, a'zo bo'lib qo'yasizlar.